Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana biz bu obyektimizda birinchi etajda radiator va dushovoy ishlarini bajarmoqdamiz. Radiator ishlari tugab qoldi. Xudo xolasa, luchovoy sistemaga olindi hammasi. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu kollektorning uzilimiz. Bu yer xudo xolasa topli polga bu radiatorlarga bu issiq suv, sovuq suv resirkulyatsiyasi, bu sovuq suv, bu issiq suv hamda resirkulyatsiyasi. Xudo xohlasa radiatorlarni mana shunaqa podключение qildik. Verxniy, nijniy podключение bo'ldi. Bu xonamizga ham xuddi shunday radiatorlarni podключение qilganmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu xona mana shu joydan to'siladi. To'silganda bu koridor uchun, отдельный bitta koridor isib turishi uchun qo'yilgan radiator. Va bu spalniga qo'yilgan radiator, ko'rishingiz mumkin. Akkuratni qilib nima qildik? Bitta konturdan oldik. Bu radiator o'zi proyektda yo'q edi, keyinchalik paydo bo'ldi. Kollektorlarimiz uje qo'yilib bo'lgandi, o'rtaga moslab, chunki pastki etajda 4 ta radiator, 2 ta sushilka bor edi. Keyin o'shanga majbur mana shu bitta konturdan olib qo'ydik. Xudo xolasa, normalniy edi, chunki bu effektdan o'tgan. O'z bu yerda ishlayapmiz. Kanalizatsiyasini qilyapmiz. Xudo xolasa keyinchalik kanalizatsiyasini qilib bo'lgach, dushovoylarni ham chiqaramiz. Mana shu holga 2 ta radiator, bu yer kuxnya bo'ladi. Kuxnyaga issiq suv, sovuq suv nimalarni chiqarib qo'yganmiz. Bu yerga esa yana bitta 2 ga 50 razmerli radiator. Uskunalarimiz professionalniy darajada. Mana ko'rishingiz mumkin, bu xonaga ham zinapoyani oldiga yana bitta 80 ga 50 radiator qo'yganmiz. Bu yer ham to'siladi. To'silgandan keyin mana shu koridorni istadi va spalniga xuddi bu yerda ham xuddi shunaqa ahvol. Mana keyinchalik paydo bo'ldi. Proyektda bitta konturdan olib qo'ydik. Luchovoy sistema taralyapti. Bu yerga kiraverishdi. Bu yerda dush, bu yerda rakvina, sushilka bu yerga sig'maydi. Endi majbur sushilkani managa olamiz. Xullas, shunaqa gaplar. Xudo xolasa keyinchalik 1-2-3 kundan keyin topli pol ishlarini boshlaymiz bu yerga. Kuzatishda davom eting. Xudo xolasa chiroyli bitirib obzor qilamiz.